merina o'zidan gormon chiqazgani uchun menstruatsiya ko'rmaydi. Surkalib o'tib ketadi. Podoriginal bo'ladigan bo'lsa, original emas merinada menstruatsiya bo'ladi. Даже qon ketadi mana shu holatda. Menga qon ketib keldingiz. Endi siz qo'rqib ketayotganingiz lecheniya davomida menstruatsiyam vaqtli kelib qolyapti. Hozir qon ketish holatlari yo'q, lekin vaqtli kelib qolyapti. Ana shu 14-kunidan, ya'ni 16-kunidan bergan preparatimizning vazifasi mana shu endometriyni ko'chirib berish. O'sha giperplaziya bo'lib qon ketib qolish holatiga olib bormaslikda. Biz uni qo'yishga ulgurmay qolyapmiz. 2 kun qo'yganimizdan keyin kelib qolyapti. 2 kun qo'ygandan keyin kelib qolyapti. O'zi vazifasi o'shani ko'chirish. Bo'lmasam 16-kun emas, 12-kunidan boshlaylik. Hatto bir oyda 5 kunmi bo'lsa ham qo'yib biz ulguraylik. O'shanda mana shu holat joyiga keladi. Mani endi shunaqa qo'lim qichivyapti, bu merinani olib tashlagim kelyapti. Nimaga? Tuxumdonni masalan bitta follikula yetildi, yorilishi kerak. Ana o'sha yorishi uchun ham o'sha merina chiqazadigan gormonning hisobiga u yorilishi kerak edi. U yorila olmay qolyapti-da. O'shaning uchun ham balkim bu oy vaqtli kelgan bo'lishi mumkin. Xo'p, bu xavfsiz. Bitta kista follikulyarni keyingi oy menstruatsiyani 5-kuniga so'rilib ketadi. Bir yilda masalan 2-3 marta bunaqa holat bo'lishi tabiiy holat. Ayrim holatlarda prolaktin gormoni baland bo'lganda ham bo'ladi shu narsa. Hozir qon ketmayapti. Hayotimizga xavf soladigan holatlar yo'q. O'shanda kelgan paytingizda qanaqa kровотечение holat bilan kelgansiz. Hatto siz Hindistonda operatsiya bo'luvdingiz. Keyin ketidan ular страховка uchun merina ham qo'yib berishdi sizga. Lekin qon to'xtamayapti. Hozir mana Xudoga shukr 2-3 oydan buyon sizda masalan qon ketish yo'q. Endi faqat o'shani 16 emas, 12-kuni